Özüm to'g'ilib o'sgan vatanda urildim, sulandim, o'lish holatdagi odamni mishiga akeldinglar. Şu çünkü ben 3 kızak doğdum. Eşkoğal bir kız. Şu 3 balını beqishni men bek tez ko'rdim çünkü asan emas bir anagam da 3 balını beqib yo'qilmoq. Hem o'zim kichik bo'lgandan keyin u hech bir tuqumim yo'q u yerda. Yo'ldoshim bo'z ishlaydi. Shuning bilan apam dadam bo'lgandan keyin apam dadam beka bo'lgandan keyin shular beqib yurdi. Cho'mganda shularning yordamida balanim ancha-muncha cho'ng qilib, akilman qo deganni o'ylab baqam. Aeroportga kirib, shu pasportdan o'tib, tek somkalarni olmagan vaqt, shu pasportni tekshirish kirgan vaqtlar shu yerdan pasportim bilan meni oyoqqa uyga kirdi, boshqa uyga kirib shu yerda so'rab bir narsani qilib, shu balni biz tutib turamiz, mana boshqa soqchilarni qo'yib, boshqa bir eshikdan epmadim, qanday qildi? Urumchidagi hijasan turmagan so'zlar. Koyup bergen günü ödül doktorxana bardım. Hadisi şu, balam tüyüp ketdi. Doktorxanadaki balamni ko'rmadsam kirgizmadi, sirtdan kirgizdi. O balam şu hech bir nafaslanamdi, şimdi ko'ngil olmaydi qishga bormagandan keyin. Undaq bir narsa nima qildi? Undaq kallangizga tumir bir narsa kaygizdi. Bu yerda ma atrofda simlar chechildi. Men o'ltirdiganda deb o'ylayotganmiz. Shu bir qilganikilar bosh taraf tiz qilib ketadigan. Adam o'tdi badan tuyuqsiz holatda endi o'chu. Unda qiyinisi o'lib qolsa bo'ldi ekan. Odamning tumur o'tadi-ekanda, so'nggilar bir xil bo'lib ketadi ekan. Amerika chegarasiga kirgan vaqtimda 2018-yilda 9-20 bu kuch, bu ilhom mening birinchidan e'tiqodim, ikkinchidan umidim ham shu vatanda qolgan shu bechora zulmga uchraganlarningki